Xo'p, bugun davom etamiz. 51-savolda 52-savolgacha savollarga javob bering degan. 51-savolni shartini o'qiymiz. Pinganet rokal almajin marar ko'rishibsho. Ya'ni bo'sh joyga eng mos tushgan to'g'ri javobni variantni belgilang debdi. Birinchi o'rinda biz bu matnni boshdan oxirigacha o'qib tarjima qilamiz va eng mosini qo'yamiz. Ketdik. Qo'yangiril chova hashinin punil jassimnida. Mushukni yoqtiradigan insonni qidirayapman. Chatta qidirmoq, qo'yangi mushuk, chovahada yoqtirmoq, pun saram, ya'ni rasmiy hurmat shaklida. Choy chibe qo'yangiga semari teonassimnida. Bizning uyimizda. Choy bu uri, bizning degani. Xo'p, bizning uyimizda mushuk 3 ta tug'ildi. Hayansegiko aju kuyubko yeppimnida. Xo'p, oq rangli bo'lib, judayam yoqimtoy va chiroyli. Hajiman choye chibenin qo'yangiga tumariga isoso. Qo'yangiri to teng. Lekin bizani uyimizda mushuk 2 ta bo'lganligi sababli mushukni yana nimadir qila olmayman. Xo'p, to'nin pachiyanko qo'yangiri tirigo shipsimnida. Pul olmasdan shunchaki mushukni berib yuborishni xohlayman debdi. Qo'yangiri kirigo shippin punin choyaga yo'lahe tushibshiyo. Mushukni boqishni xohlaydigan odam menga xabar bering. Che chona pononin teng mening telefon raqamim mana shu deb ushbu e'lonni yozibdi. Endi variantlarni ko'rib chiqamiz. Chulsu opsimnida, chuda, ya'ni bermog'i, bera olmayman. Xo'p, bu yerda 2 ta mushugim borligi sababli mushukni yana bera olmayman degan variant noto'g'ri, chunki to'g'ri kelmaydi. Bu yerda pul olmasdan shunchaki berib yuborishni xohlayman degan. Shuning uchun ham birinchi variant noto'g'ri bo'lar ekan. Tirilsu opsimnida. Xo'p, tirida bu ham bermoq. Bu yerda mana tiri qo'shib simnida bo'lgani uchun bu ham noto'g'ri. Chajilsu opsimnida, chatta. Qidirmog'i chatta. Xo'p, mushuklarni yana qidirib topolmayman degan variant ham to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 4-inchisi. Kirida. Kirida bu boqmoq degani, yo'q bu boqmoq. Xo'p, qani ko'ramiz. Qo'yangiri kirigo shippin. Mana kalit so'zi mushukni boqib olishni xohlaydigan inson degan. Shuning uchun ham 4-variant to'g'ri bo'lar ekan. Okey, davom etamiz. 52-savol turida Mose deyan yaginji ko'rishibshiyo. Nima haqida gap ketayotganligini toping debdi. Bu matnni nima mazmunini, ya'ni nima haqida umumiy gap ketganini biz topishimiz kerak. Birinchisi qo'yangiri sagi, mushukni sotib olish. Bu yerda mushukni sotib olish to'g'risida umuman gap ketmagan, ya'ni shunchaki mushukni boqib oladigan odamni qidirayotganligi to'g'risida gap ketgan. Shuning uchun Xo'p, ikkinchisi qo'yangi va nolgi, mushuk bilan o'ynash. Yo'q, bu haqida ham gap ketmagan. Xo'p, uchinchisi qo'yangi va senhol hagi, mushuk bilan yashash hayot tarzi. Bu haqida ham gap ketmagan. Qo'yangi cho'yin kuhagi. Mushukni egasini kuhada qidirmoq. Ya'ni mushukka yangi ega qidirayotganligi to'g'risida gap ketgan. Shuning uchun ham 4-variant to'g'ri.